Hammaga salom aziz do'stlar, meni ismim Azam Azizov. Menda ko'p odamlar so'raydi, internet orqali qancha ishlasa bo'ladi deb. Keyin yana so'rashadi, agar bilimimiz bo'lmasa, yo'li bormi internetda pul ishlashni? Endi mana shu videoda men sizlarga javob beraman, hamma sekretini aytib beraman. Короче, videoni oxirigacha ko'ring, chunki videoni oxirida men sizlarga yana bitta zo'r sekretni aytib beraman. Shu sekretni bajarsanglar, уже сразу pul ishlashlaring mumkin. Итак, qancha internetda pul ishlasa bo'ladi? Bu ham как internetdagi pul, как обычный ish так. Kim harakat qilsa, misol uchun $1000 ishlashi mumkin, kimdir $10,000 ishlashi mumkin. Kimdir $100,000 oyiga internet orqali ishlashi mumkin. O'ylab ko'ringlar, $100,000. Bu odamlar hozir internetda ishlayotganlar ko'payib ketibdi. Chunki internet orqali ishlash osonroq, чем живой biznes qilish. Nimaga? Chunki internetda konkurensiya kamroq. Где-то 5 yildan keyin yoki 10 yildan keyin уже internetdan ham konkurensiya ko'payib ketadi. Уже shunaqa zo'r paytlar bo'lmaydi. Именно hozir internet endi rivojlanyapti, shuning uchun bitta ko'p pul ishlasa bo'ladi. Qanaqa ishlar bo'lishi mumkin? Bu saytmi? Bu biror akkaunt Instagrammi, VKontakte, YouTube yoki birontaga siz yordamchi bo'lib ishlaysizmi? Farqi yo'q. Internetda ishlayotgan variantlar rosa ko'p. Meni so'rashadi, mana misol uchun men o'zbek tilini bilaman, rus tilini yaxshi bilmayman, men ishlab olamanmi deb odamlar so'rashadi. Men aytamanki, da. Ha, ishlashib oladi. Nimaga? Даже sizda bilimingiz bo'lmasa вообще, даже siz ruschani yaxshi bilmasangiz, farqi yo'q, siz qayerda, O'zbekistondamisiz, Rossiyadami, Tojikistondami, любой davlat, internetga farqi yo'q qanaqa davlat. Internet bo'lsa bo'ldi. Xullas, любой odam pul ishlashi mumkin. Meni bitta qarindoshim bor, internetga endi internetda ishlashni boshlayapti-da. Internetga avvalda вообще tushunmasdi. Lekin internetda ishlab o'ziga iPhone oldi. Internetda ishlab o'ziga mayda-chuyda narsalar постоянно oladi. Ham uniki o'zi student. То есть, asli u даже ishlagani kelgan yo'q. U o'qishga kelgan baxir Rossiyaga. Lekin shu internetda ishlab o'ziga normal pul ishlab oldi. Hozirgacha ishlaydi. Mayda-chuyda narsalarni internetda partnyorskiy programmalar bor, internetda saytlar kimgadir qiladi, bilmasdi qilishni, вообще bilmasdi. Не то что bilmasdi, даже internet kompyuterda tushunmasdi. Chunki u faqat telefonda o'tirardi, shu Tojikistonda bo'lganda. Kompyuterni даже ishlatishni bilmasdi. Baqa kelib sekin-sekin o'rganib, ag'da-bag'da o'ziga pul ishlab oldi. Shuning uchun do'stlar, sizlar ham agar harakat qilsanglar, даже sizlarda hozir kompyuter bo'lmasa, ishlatishni bilmasanglar, baribir 5,000, 10,000 rubl oyiga ishlasanglar bo'ladi. Farqi yo'q qanaqa siz davlatda. Men o'ylaymanki, bu informatsiya sizlarga zo'r, скажем так, motivировать qiladi. Endi eng oson yo'l, nimada sizlarga odamlar savet so'raydi-da, nimada boshlaylik deb. Sizlar Instagramda boshlashlaring mumkin. Chunki Instagramda pul ishlash uchun даже telefon yetadi. Telefon bo'lsa даже bo'ldi Instagram orqali ishlash uchun. Meni kanalimda Biznes olami degan kanalda men yangi biznes kanal ochdim o'zbek tilida. Ashitda video bor, qanday Instagram orqali pul ishlasa bo'ladi deb. Shu videoni ko'ringlar, hamma nima informatsiyani olib, o'sha bugundan boshlab ishlashni boshlaysizlar do'stlar. Men uzr so'rayman o'zbek tilimga, men Tojikistonda tug'ilgan, bizda shivamiz boshqacha. Ustiga men rus maktabda o'qigan, o'zbek tilini biz вообще o'tmagan. Xullas tamom, hammaga kattakon rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing iltimos. Chunki чем ko'proq like bo'lsa videoda, men kim bilamanki, значит odamlarga bu tema qiziqarli. Значит men yana videolar yozaman. Tamom, xayr.